Assalamu alaikum hürmetli televizyon köylüler. Uyghur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünlerine karşılayalımız. Xananda 50'den artıq mescidinin İslami belgelerinin söküp taşlanışı Tungan Müslümanlarını gazaplandırdı. Toronto'da Hong Konglularni qo'llash namoyishi o'tkazildi. Xibidagi bir maktabda qurolli hujum qilish voqeasi yuz berdi. Qozog'istonda topilgan oltin savut kiyim Anqarada ko'rgazma qilinmoqchi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Sumiston Tor'un xabarida Xitoy Kompartiyasining butun mamlakat miqyosida qo'zg'agan islomni jungochilashtirish planidan buyon nurg'un o'lkalardagi masjidlarning islom dinining belgilari majburiy sökib etilgan. Xonanda 1 milliondan ortiq tungan musulmonlar bor bo'lib, islomni yo'qotish harakati borgan sir kuchaygan. Hukumat xizmat qiluvchi xodimlarning bildirishicha, Xitoy Kompartiya tarafidan nuqtaliq sinoq rayoni qilib belgilanib, barliq masjidlarning islomiy belgilari sökib tashlanib, davlat belgilab bergan jungo tekshik yo'qliq binokorlik uslubiga o'zgartirilgan. Tuzilishni rad qilganlarning diniy faoliyat so'rovlari amaldan qoldirilgan. 6-7 aylarda hukumatning kuchli besim ostida nurg'un masjidning munarlari, oy belgilari, gumbazlari sökilib, yomg'ir suvi o'tib remont qilish to'g'ri kelgan. Mayli sökish yoki remont qilish haqqilari bo'lsin, yerlik hukumatning kori bo'lmagan. 70 yoshdan oshgan Tungan boy g'azablanib, Xitoy hukumatining urib chiqish harakatlarini bandit qo'qshatgan. Kim 19 ayının 2 günü Kanada'nın Toronto şehrinde Hong Konglularni qo'llash namoyishi o'tkazildi. Bu namoyishga To'yg'injon Abdulla boshchiligida Sharq Turkistonliklar qatnashdi. Namoyish Toronto vaqti soat 16 dan 18 kishi davomlashgan bo'lib, namoyishchilar qo'llarida Sharq Turkiston bayroqlari va har xil shiorlar yozilgan lozinkalarni ko'tarib, nihoyat dag'dug'liq va o'ngishli qilib berildi. Xitoyning Xubey өлkəsidəki bir başlanğıç məktəbdə qurolli hujum qilish vaqasi yuz berib, 8 o'quvchining jinidan ayrilganligi xabar qilindi. Enişi shaharlik soqchi idorasi bayonot berib, Chaoyangpo başlanğıç məktəbində dərs başlanışdan burun 40 yoshli Yu familiyalik birining o'quvchilarga qurolli hujum qilganligini bildirib, o'quvchilarning hujumga uchrash shakli va hujumning muddaosi to'g'risida ma'lumot bermagan. Yangi o'quv-o'qitish yilining 1-kunida yuz bergan hujumda 8 o'quvchining jinidan ayrilganligi, 2 o'quvchining yaralanganligi qayd qilindi. Soqchilar nazorat ostiga olingan gumondarni so'roq qilish xizmatlarining davomlashayotganligini, gumondarning buningdan burun jinoyat sodir qilishga urinish bilan ayblanib qamoqqa qilinganligini, iyun oyida jazo muddatini to'shqizib turmadan chiqqanligini bildirdi. Qozog'istonda bundan 50 yil burun tepilgan va milodidan burungi 5-asrga tava bo'lgan oltin kiyimlik odam deb ataladigan oltindan yasalgan savut kiyim Anqarada 12-sentabrdan 12-oktyabrgacha ko'rgazma qilinmoqchi. Qozog'iston elchixonasining mas'ullarining bildirishicha, milodidan burungi sak davrga tava oltin odam yoki yana bir atalishi bo'yicha oltin kiyimlik odam Anadolu madaniyatlari muzeyida ko'rgazmaga qo'yiladi ekan. Qozog'iston oltin muzeyida qo'yilgan oltin kiyimlik odam ilgari kiyim bo'lib Belorussiya, Ozarbayjon, Rossiya, Xitoy, Polsha va Janubiy Koreyada ko'rgazma qilingan. 1969 yili Qozog'iston arxeologlar tarafidan Olmuta shahri atrofidagi eski daryo bo'yidan topilgan oltin kiyimlik odam milodidan burungi 5-asrda yashagan sak davridagi kishilarning oltin ishlash texnikasini yo'ritib berdi. Minglarcha oltin partiyasi bilan qoplangan oltin odamning oltindan yasalgan ko'nglik, o'tik va qalpiqi bor bo'lib, qabridan topilgan oltin halqa va uzuklarning uningga tava ekanligi taxmin qilinmoqda. Olimlar tarafidan Qozog'istonlik Tutankamun deb nom berilgan oltin odamning 18 yoshli sak askari ekanligi faraz qilinmoqda. Xəbərlərimizi görgününizə rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyr xoş. Allah qaman et.